Xitoy Kommunistik Partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayining oxirlashishi bilan ta'minlash va setish hamkorlik kooperativlarini qayta aminlashtirish temasi diqqat va munozir qo'zg'amoqda. Shundaqla Xitoyning planlangan iqtisod davrining koni qaqashlari tashqi dunyoni Xitoyning keyingi qadamidan andishiga solgan. Ba'zi kishilar bu Xi Jinpingning Mao davridagi planlangan iqtisodning kon yo'li qaytadiganligini, Tayvanga qarshi urushga tayyorlik qilishning ehtiyoji ekanligini, huquqni qo'g'dash va dehqonlarni kontrol qilish deb ko'rsatgan. 24 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Davlat Majlisining to'r bekitida Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va uningga bevosita qarashli organlarning 2023-yildagi ma'murlarni qabul qilish uqtirishini e'lon qilgan. Xitoy ta'minlash va setish hamkorlik kooperativining organ to'r betining xabari qaraganda 2020-yilning oxiriga qadar butun sistemada nahiya darajalik yoki uningdan yuqori 2789 ta'minlash va setish hamkorlik kooperativi va 49 ming xizmatchisi borligini bildirgan. Xitoyda ta'minlash va setish hamkorlik kooperativi planlangan iqtisodning mahsuli bo'lib, planliq iqtisod davrini boshdan kechirgan kishilarga nisbatan ta'minlash va setish hamkorlik kooperativlari bir ofatning boshlanganligini bildirdi ekan. Elon Musk Twitter'ni o'tkazib olgandan keyin Twitter ayrim holda Xitoy va Eronga munosabatli oldi saxta to'rispisini taqidi. Stanford internet rasadxonasi bir tajribaxon bilan hamkorlashib, Amerikaning o'tir mazgillik saylimi to'g'risidagi saxta to'r dokladni e'lon qilgan. Dokladda Twitter Xitoy bilan Eronga texnikalik munosabati bor bo'lgan 3 dan 6 saxta to'r supisini taqilgan. Bu saxta to'r supisi asosan Amerikaning o'tir mazgillik saylimi qatorliq Amerikani parchalaydigan va Amerikadagi siyosiy bo'linishni kengaytiradigan mazmun tarqitish bilan mashg'ul bo'lgan. Dokladda bayqilishicha, bu saxta to'r supisining adresi Amerikada ko'ringan bo'lsa-mu, amaliyat Xitoy bilan Erondan qurilib mashg'ulot qilayotgan ekan. İrlandiya Tashqi ishlar ishxonasi Xitoyning chet ellarda saqchi mulozimat punkti qurishdagi faoliyatini tekshirgandan keyin Dublinda faoliyat qilayotgan Xitoy saqchi mulozimat punktini taqashni buyurgan. İrlandiya vaqt kelsining xabari qaraganda, Fuju saqchixonasi chet eldagi mulozimat punkti bu yilning 5-ida Dublinning markazidagi Kapel ko'chasidagi ishxona binosida Xitoyning boshqa organlar bilan birlikda ish bajardi ekan. Kishilik huquq tashkiloti bexatarlik qo'g'duvchilarining dokladida bu punktning chet eldagi Xitoy fuqarolarini nishon qilganligini, har qaysi davlatlardagi bu xil saqchi va chet eldagi Xitoy mulozimat punktlari odatda Xitoy jamiyatlari tomonidan boshqarilganligi, Xitoy oshxonalari, market do'kon qatorliq ko'zga chiliqmaydigan, kishilar shubhalanmaydigan o'rinlarda ish bajardi ekan. Esda tutish qobiliyatiga ziyon yetkazadigan yemekliklar bo'lsa, birinchi qo'g'ishonliq yemekliklar, qo'noq etildirmasi, haklab pishirilgan tuxum, baranga yaproqchisi va konserva qatorliqlar aqliy qobiliyatga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatadi. Hammamizga ma'lum, qo'g'ishon ming hujayralarining qotillarining biri. Shunga biz kundalik turmushda qo'g'ishonning qabul qilinish miqdorini azaytishga diqqat qilib, tarkibida qo'g'ishon bo'lgan yemekliklarning qabul qilinish miqdorini azaytishimiz kerak. Qo'noq etildirmasining tarkibidagi qo'g'ishon miqdorining yuqori bo'lishiga sabab pishiqlab ishlash saymonlari. Qo'noq etildirmasi pishirish o'chqida qo'g'ishon bor bo'lib, yuqori temperaturada qizdirilsa, qo'g'ishon parga aylanib, qo'noq etildirmasi tarkibiga ko'p miqdorda qo'g'ishon paydo qiladi. Ikkinchi, alyumin tarkibli yemekliklar. Pilti quymoq, alyumin qozonda qo'rilgan qo'rima, alyumin chaynakda qaynatilgan suv. Bularmi esda tutish qobiliyatini tuvanlatadi. Pilti quymoqni har kun yeganda esda tutish iqtidori tuvanlab, tafakkur iqtidori ostilaydi. Shunga nashtada pilti quymoqni asosiy yemeklik qilishga bo'lmaydi. Alyumin qozon, alyumin cho'ginlarga diqqat qilish kerak. 3. Tarkibida yog' yuqori bo'lgan yemekliklar. Surlangan biliq, o'rdak kaupi, g'oz kaupi, yog'da pishirilgan biliq, rakmiyi, qurtilgan biliq va tuzlangan go'sht qatorliqlar. Agar uzoq muddat yemek ichmakdan ziyoda oksidlangan mayni qabul qilsa hamda badan yig'ilib qilishni keltirib chiqarsa, odam badanidagi ba'zi metabolizm enzimlari sistemasini zaxmlantirib, cho'ng mang'ining baldur qerishi yoki divanlikni paydo qiladi. 4. Tuzliq yemekliklar. Tomoq bek tuzliq bo'lib ketsa, yuqori qon besim, arteriya qetish qatorliq kasalliklarni keltirib chiqarib qolmasdan, yana arteriya qon tomirlarini zaxmlantirib, ming'i to'qilmalarining qon bilan ta'minlanishiga ta'sir yetkazib, ming hujayralarni uzoq muddat qon va oksigen yetishmaslik holati turg'izib, aqliy iqtidori ostilash, esda tutish qobiliyati tuvanlash, hatto baldur qerishni keltirib chiqaradi.